Assalomu alaykum yaxshi bolajonlar. Bugun sizlarga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga salovat aytishning fazilati haqida so'zlab beraman. Abu Talha Ansoriy radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Bir tong Rasulullohning sallallohu alayhi va sallam kayfiyatlari chog' edi. Yuzlarida sevinch ifodalari bor edi. U zotga: "Ya Rasululloh, bugun xursandsiz, yuzingizda sevinch ko'rinmoqda", deyishdi. Rasululloh alayhissalom: "Ha, Robbimdan menga shunday bir narsa keldi. Ummatingizdan kim sizga bir marta salovat aytsa, Alloh taolo unga 10 hasanot yozadi, 10 ta gunohini o'chiradi, darajasini 10 pog'ona ko'taradi va aytgan salovat adadicha salovat keltirgay", dedilar. Ka'b ibn Ujra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizga: "Minbarga yaqinroq keling", dedilar. Yaqinlashdik. So'ngra minbarga chiqdilar. Birinchi zinapoyada "Amin" dedilar. Ikkinchi zinada ham "Amin" dedilar. Uchinchi zinada ham yana "Amin" dedilar va minbardan tushdilar. Biz: "Ya Rasululloh, bugun biz sizdan boshqa kunlari eshitmagan bir narsa eshitdik", dedik. U zot: "Ha, minbarga chiqayotsam, Jabroil alayhissalom menga ko'rinib, Ramazon oyiga yetsa-yu ammo gunohlari avf etilmagan kimsa uzoq bo'lsin", dedi. Men "Amin" dedim. Ikkinchi zinapoyaga chiqqanimda sizning ismingiz aytilganida uni eshitib turib sizga salovat aytmagan, dedi. Uchinchi zinapoyaga chiqqanimda uzoq bo'lsin bir kimsaki ota-onasining ikkovi yoxud ulardan birlari hayot bo'la turib jannatga erishmagan, ya'ni ularning xizmatini qilib jannatga kirmagan kimsa uzoq bo'lsin, dedi. Men yana "Amin" dedim, deya marhamat qildilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam insonlarning eng xasisi yonida mening nomim tilga olinganda salovat aytmaganidir, dedilar. Xasis odam bu qizg'anchiq odam degani. Abu Zar radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Bir kuni uydan chiqib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yonlariga bordim. U zot: "Insonlarning eng xasisi kim, bilasanmi?" dedilar. "Bilmayman ya Rasululloh. Kimki uning yonida nomim tilga olinsa-yu menga salovat aytmasa, ana o'sha insonlarning eng xasisidir", dedilar.